Assalomu alaykum aziz qadrli, qadri baland bo'lgan aziz kuzatuvchilar. Yana bir tongni qarshi oldik. Bu tongni bir hikoya bilan boshlamoqchiman. Bir boy badavlat kishi yo'lda ketayotib, nogironlik aravasida o'tirib, yo'lni kesib o'tayotgan bir kishini mashinasida turtib yubordi. Keyin aravadagi inson yiqilib bir amallab shu aravasiga o'tirib olish uchun harakat qilayotgan ekan. Haligi boy inson esa unga tushib ko'maklashish o'rniga, unga yordam berish o'rniga qaytanga signal bosib, tezroq bo'lsang-chi, shoshyapman men. Majlisim bor, majlisga kech qolyapman deb unga baqirib do'q-po'pisa qildi. Shunda o'sha boy badavlat kishi mashinasida o'g'lini yo'l-yo'lakay maktabga tashlab qo'yish uchun olib olgan edi. Yonida o'tirgan kichkina o'g'ilchasi: "Dada, u kishini ko'rmayapsizmi? Nogiron bo'lsa, imkoniyati cheklangan bo'lsa, tushib unga yordam beraylik" deganda, "Sen kattalarda ishiga aralashma. Bular o'zini mana shunday bir bechora ko'rsatishadi. Ularga hech qachon rahm qilma" deydi. Va yo'lni davom etadi. Oradan vaqtlar o'tibdi. Haligi boy badavlat kishining o'g'li katta bir yetuk mutaxassis bo'lib yetishibdi. Bu paytga kelib otasi ham vafot etgandi. O'sha o'g'il o'sha bir paytlar otasi mashinasida turtib yuborgan nogiron kishini oqtarib topdi. Aytibdiki, "Iltimos sizdan dadamni kechirsangiz o'shanda qilgan ishi uchun. Aks holda dadam qabrda tinch yota olmaydi. Men buni shunday tushunaman. Dadamni ruhi tinch bo'lish uchun u insonni siz kechirishingiz kerak" debdi. Va mashinasiga o'tirg'izib dadasining qabriga olib bordi. Dadasining qabriga olib borgach, u inson u badavlat kishini kechirganligini aytibdi. Bu narsalarni unutib ham yuborganligini aytibdi. Shunda o'g'il aytibdiki, "Amaki, sizni mana shu birgina kechirimingiz uchun men sizni operatsiya qildirmoqchiman. Oyoqqa turg'azib, qolgan sog'lom insonlar qatoriga qo'shmoqchiman" debdi va so'zining ustasidan chiqdi. Bu qissadan qissa shuki, azizlarim, bizlar hammamiz Allohning nazarida bir xil insonmiz. Boy ham, kambag'al ham, oq ham, qora ham, sog'lom ham yoki imkoniyati cheklangan mana shunday bir nogironlar. Hammamizning bir mushtdekkina jonimiz bor. So'zimni oxirini shunday yakunlamoqchiman. Azizlar, mana shu o't o'lanlarni ko'ryapsizlarmi? Bir narsani yodimizdan chiqarmaylik. Bugun oyog'imiz ostida o'sib turgan o't ertaga qabrimiz ustida o'sishi bor.
barchangizga salomatlik tilayman.